Assalomu alaykum barchaga. Senzorli включаторimizni o'rnatish jarayoni. Mana bunimiz liniya, ya'ni faza o'zi yozib qo'yilgan. 1, 2, 3 dan chiqishi, fazani kirishi mana 1, 2, 3 lari chiqishi. Agar 4 tali bo'lsa 0 ulanadi, alohida bo'ladi. Bunga 0 ulanmaydi. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Xudo xolasa, yonib turibdi. Krishkasi bo'ladi bunaqa. Qo'ysanglar.